Esselamu Aleyküm. Bütün dünyadaki Uygur tıllık, Azerbaycan, Türkmen, Kazak, Kırgız, Özbek, Roğay Tatar qarindoshlar, Uygur tıllık, Uygur qarindoshlar, yaxshimisizlar, tinchlikmi? Bugun kuninglar xayrli bo'lsin. Yaqinda biri mush Ramazon oyida ve toplarda bo'lsin, mayli mediada bo'lsin, biz mush Ramazonni na cho'ng bo'lib Uyg'urlar, bo'lib Uyg'urlar, na cho'ng bilimiz. Afsuski vatandakilar Ramazon tutolmadi. Onu bilimiz. Çünkü bu tashqi dunyoga chiqib olganlarniki dinning da'vosi qilimizda vatandagi dinini yo'qotyapti. Xo'sh, endi qarindoshlar, har yili mushu Ramazon bo'lganda Dünya Uyghur Qurultiyi ve boshqalar her yili Ramazonda yomon ishni qiladi. Nima uchun qiladi bular? Bular qillaydi, gunohingizni mag'firat qilamiki Allohdan. Bilib qilgan narsa Allah rahmat mag'firat qilamda. Bu çoğu mesele bu. O'tgan gap o'tayotgan bir gapni paytliqim kelyapti. O'tgan mushu Dünya Uyghur Qurultiyiniki demokratik Xitoylar bilan birlashish millatni qutlush degan. Halbuki ko'pincha insonlar xatizib bu ablahlar millatni qandoq qutludu, nacho'na mustaqillik bo'lmaydi degan to'g'ri bo'ladi. 2019 festival ve dobularımızda bütün Avustralya, Germanya ve bir yerde bu sorunlar büyüdü. Ve şunda bizim milletimizdeki kendi işgüzarlık çıktı. Ben demek ki bu milletli başka gayrimilletler bir ayda uçkara olup kaldı YouTube'daki Xitay'ın 60-70 milyonda işgüzarlık yüzkep oldu diyen sözü. Bula 1 milyon dep turup bu milletni şuncha milletni tozalab bo'lgan bu şerefsizler 2019 miti Uyg'urni chiqarib o yo'qolib ketgan Uyg'urlarga Xitoylarni nüfus qo'llashtirgan kommunist Xitoylar tursa, yani bular aşağı bilishimiz deydi o. Tayvan mı Xitoy? Komünist Parti mi Xitoy? Bularni bilishimizga bu Xitoyning eski Xitoy ekan deb bu nurg'un xat yozibdi. Buni endi bizniki Uyg'ur millatimizga anglab qo'yishga endi ash xat yozganlarniki o talab bo'yicha anglab qo'ydim. Qarindoshlar. Bana gaplarimiz G'ayni efendimniki biraz bizga ve sizlarga söylegan ve sözde yenilikten, çoğunluktan, vaziyattan elindeki kavramını devam ettiririz. Merhamet G'ayni efendim. Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bir oyning yoqi har xil talash tortishlar Ramazon sababidan biz ancha aralashmadik. Nurg'un qarindoshlarimiz yaxshi fikrlarni qildi. Dünya Uyghur Qurultiyi mushu demokratchi Xitoylar bilan hamkorlashimiz deb do'lqa aysam Xitoylar bilan suhbat deb Uyg'urcha so'zildi, inglizcha nimlan so'zildi bilmadik. Endi mushlar bilan bir so'zga chiqdilar, keynidilar, mushlar eng aytib dangliq degan bir demokratchisi Vijishingma ma rasmda men tugilak qizil bilan ramkaga ap qo'ygan ash rasmga chiqarib qo'ydim. Suhbat tugisil aqdilli Uyg'urlarma burunqi zamonlarda qirg'inchilikqa deb tushibdi. Qani bularning suhbatlashga odami cho'ng ko'rib demokratchi deb ketganlari, ash demokratchining og'zidan chiqadigan so'zma? Bu muhim tema emasdi, lekin mallarning aldamchiligi odamlarni bag'li ümidsizlantirdi. Demokratchi degan u qirg'inchilik yanbirmin demay,
bu yerda ittifoqlik masalalarini o'tirib qo'yish kerak. Komünist Xitoyni o'rgatayli, yangidan demokratik Xitoyni tishlayli deb mundaq paranglashsa bo'ldi, mungdashsa bo'la. Darhalla oyoqdan pichoqni ko'tarib chiqibla paltolar bilan biqiniq bir yerlarga sanchigandek bir ishni qilibdi. Bular o'zlari mana shunday qalaymaqan bir jidal o'ynash uchun chiqargan bo'lishi mumkin. Endi bular bayanmo deb o'tgandek har yili Ramzonni qalaymaqanchilik chiqaradida Suriyadagi qarindoshlar uchun pul yig'amiz yana birim deb. Bu yil Ro'sha Abbosdan buyruq tushmaganchig'i u ishni qilmadi. Xalqdanmi pul yig'olmaydan ko'zi yetgan bo'ydi. Endi uning o'rniga bu Dolqin İsa Baydenning balasi bu andekin Parat Yo'ronqash bilan cho'nqur o'ylanib, mush Ramzonni bir qalaymiqan chiqirayli deb mush ishni tepib chiqibdi. Endi mushim bir munozara qilgan birnim bo'ldimi endi bunda o'ylab baqsa qarindoshlar. Yaxshi o'ylanglar, biz uni buni demayli. Bu Uyg'ur kimlik bilan o'tirg'i chiqib, davon to'g'ri qilinglar deb uyatdi Amerika hukumatida. Andekin Uyg'urlar Jungo hukumati tarafidan irqiy qirg'inchilik uchur deb ochiq dedi. Boshqa davlatlar hozir to'xtamay deyapti-da bu narsani. Moshundaq deb tursa, bu masalaga sizlar qanday qaraysizlar deb malol suhbatga chiqdi. Demak, buni burmilab yo yo'q qilaman deb xalqqa qalaymaqan bir narsa taqtishda bu zahar. Endi bu irqiy qirg'inchilik degan narsani bular zulmga aylantiribsa, yana patishin yig'ma, yana bir nima yig'ma deb aldabla birlimlar imzo qo'yg'izib nim deydisa, irqiy qirg'inchilik bo'lmadi, zulm qildi. Saqal bir da'vosi bu deb yana bir munch qalaymaqan chiqirdilar. Lekin o qalaymaqanchilikni hozir chiqaramaydi bular. Ammo shunday qilib vaqtni keyinga so'zib tirish paqayli deb qalaymaqanchilik qilayotgan. Ammo rasm qarasak, o'rkash davlatku bu burundan tatib, bu demokratchilar bilan men birlikda faoliyat qilaman, bu mustaqil ishlarga aralashmayman deb o'zi burun degan bu. Buning chiqqini to'g'ri. Endi hadis xalqning beshini qoydirib mustaqillik yan birim deb so'zlaydigan bu Umar To'xoqanti qog'ining qanotlari, Ro'shan Abbos, Erkin Akram Turkiyadagi qato'mishlar chiqibdi, Dolqin Nuri Tulka imommi hozir bu. Nancy Pelosining imomlari. Bular hammasi birlashib chiqibdi. O'z oldiga ayrim tashkilotlar biz ular bilan bir emas deb o'zini oqlaydi bir chataq ishlar chiqsa. Endi buni hammamiz birga bo'lmaga. Xudoyim bularni o'zlarini oshkorlashga har xil yo'llar bilan mashaq ishtirib ozdirdi mana. O'zini oshkorladi. Burunmi? Joe Biden, Obamalar maslahatlashib Tümür haykal mukobatini berganti bular o'zinglarni oshkorlanglar, o'tirib chiqib elinglarman deb. Bular sirtda Uyg'urlarga mustaqillik deb ingliz so'zlaganda saqal bir da'vosi deb yurgandan keyin qandoq da'vo qilayotganligini butun dunyo bilsin deb balkim Obamaning birasi majburlagan bo'g'iydi odamlarni o'tirib chiqargan deb. Shuning bilan dunyodagi Uyg'urni quritib tugutish tashkilotini hamma odamga ochiq ko'rsatdi, butun dunyoga ko'rsatdi. Mana shu mukofot avatqanlar shu deb. Mana endi uni oshkorlandi, yana gap tugamaydi-da, Ahmad Kotkotni o'tirib sap qo'ydi qalaymaqan qilish uchun. Bir tashkilot bu kelgusida mustaqillik apar deb so'zlab qo'ydi. Birdamni tushi buzilgandek qilib o'zlarining odamlarini tillaydi. Erkin Sidiqdek bosh maslahatchisini Qizil kommunist deb tillaydi. Yo Parat Yo'ronqash pul beradigan unutib qolgan vaqtlarimi u bilgil bo'lmaydi. Bu o'shtaq bir-birini turib tillaydi, xalqni tillaydi. Bularni tushangil olmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bular jidal o'ynab yuradiganlar.
bularni unutib ketsanglarmi bo'ldi yo ichinglar pushsa bularni yoqasidan chiqib urib o'ynamsizlar mana qilinglar yo doriga olsamsizlar bular to'g'riliq mening so'zlaydiganim mushunchalik endi mushu yaqinda janubiy dengiz qo'ltig'ida Xitoy armiyasi kuchaydi degan safsatash gaplar tarqalganda men mega bularniki avtomatikasini mega chiqarib qo'yay. Mush to'g'riliq azroq tushuncha hosil qilayli. Bu rasmdagi Ukraina degan tashrif etilgan shu avtomatikani temir tasak o'rnida Jungoning setib olgan avtomatika bu. Jungoga akilibla yangi akaga vaqtida haqlar rasmga tortib olibdi-ki, ya'ni datlashib turdi. Buni sirlabla yangichiroq qilibdi, qilib buningga Leoning degan nomni qo'yibdi. Hammamiz bilamiz-ku, Leoning degan nimadanki ishkiridagi bir o'lkaning ismi. Ashuni akiblar yilga datlashib ketgan eski dasqa Leoning markaliq avtomatika qilib qo'yibdi. Demak, Jungoning bir avtomatikasi bor bo'ldi degan narsani xalqni aldash uchun chiqargan narsada buni setib olishdan ilgari to'xtab tuzibdi. Bu 100 yil burungi narsa. Buni qalaymaqan chugib o'zgartib yasamaysa, mushbitilla ko'rgazma bilan ishlatsanglar bo'ladi. Buni o'zgartishning o'zi qonunga xilof xaridlari miyada bor deb xaridlarni ayrim setib turibdi. Mani temir tesak o'rni setib turibdi. Bu hozir qo'zg'alib mangalaydi deb manganim ko'rsatibdi. 2 kun mangdi deydi ba'zilar 3 kun mangdimikin deydi. Ish qilib azroq mengibdi. Keyin to'xtab qolibdi. Buning tafsilotini Yarmamat efendi balki bilarmikin. Bu to'xtab qolgandan keyin nihoyat mushkul so'rab akeldi degan gaplar bor. Endi bu mangmasin bu temir tesaklik ras, bu bir das, suvchilab qo'ygan das o'xshash turdi. Endi bu xalqni aldaydi bular. Mushtaq narsimiz bor. Jungoning dengiz armiyasiniki avtomatikasi bor degan narsani bildirish uchun suvchilab qo'ygan das. Hozirmi turdi bu? Ya buni yanchiqsab bir yerga yo'tkilolmagandan keyin dengizda ba'zida o't oldi, ba'zida o't o'chib qoldi, ashta hozir turyapti deydi. Endi buni Amerikaniki rasmiy avtomatiklar boshqa davlatning bo'lsin, avtomatikasini selishtirib boqayli. Ben Amerika'nın avtomatikasini chiqarib qo'ydim. Üstü turg'uni Leoning markalık avtomatika. Bu Amerika'niki odatdagi avtomatikasining birisi. Bunday selishtirsak, qurilmasida mo farq bor. Ondan bu Leoning markalık avtomatikaning o'zi bayramlik bir nima yilqi bayram o'tkazadigan bir sahnadek bir xil ajdaqsiga tus olgan narsa ekan. Bu urushga ishiladigan bir nim emasda ko'rinishma. Bu Amerikaning avtomatikaları qarsa hammasi o'q atadigan töyüşleri, üstüde aeroplanlar hammanasi tayyor. Hozir urushga chiqadigan holat turdi. Endi nimishqa bu Jungoniki unda qimidi desa, balki hozir yolg'ondan bo'lsin qilgandi, yaqinda. Bu oldingi haftadan narsa bu resim. Muşunun özüge qarsak, o'qadigan töyüşçileriniki narsalar bir yerlerime normal emas. Endi mishada baken desun deb chiqarib qo'ygan narsada xili zo'r farq bor. Bu endi buni avtomatika demay, das desak to'g'ri bo'ldi. Dengiz armiya kuchi burunqidagilar yana shu qiyi qaydab yuradigan kiyimidan boshqasi yo'q holatdiki Aşındaq armiyada bir düşensek buldu. Xitay küçüyüp gitti diyen yalgan qarindaşlar. Raketalarım atqa raketası çataq çıkıp bazıları çüp kesse, bazıları hazır asman leylep turdu. Hazır aşındaq küçü yok, yalgan haberler o. Bu toğırlıq Yarmamat efendimdeki to'liqlaydiğiniz merhamet.
Ha, bu Alyamatkin'i şirketin oldida Canlin efendim sözlep verdi. Ukraynada özün vatı bilen otal dursa muş çıkıp bunun isi asmanga yetip gitken. Asmanga yetip gitken. Özden xittiği de vardı. Bu bizden gibimiz emas. Şunun gibi bu muhatını tazlap, piyçat kılıp, haydap, Türkiye kemmeyle toktap kılıp, ki uğla söylep ekbergen gel. Avşa ağzı avyamatke, Xitay'niki. Kendi iş para kop, manda kıska. Şiştirip, dengizge açık koygan ki onu. Hem de nime gelgende demokrati şu Amerika'da çünkü Amerika maaş vergenlikken bu neymiş ki embargo yürügüzdü. Ne için nurgun hainler tutulup kaldı? Yani işki meselesini casusla öz sözlep aşkarlap orada arkadaşlar. Bu bizdeki menen ya falançı ügetken gitmemez. Ma bizdeki akılsızlar muşu bilmeydi. Moşu bilmeydi hem Xitay bilen söhbet kıldım dedim hem de bu depoya Xitay bilen söhbet kıldım Xitay para kılınan devredeki erkek kırgınçlıkını Uygurlar bizge kırgan degen sözünü o 44 yapıp koyaptı onu. Uygurça yazgan demisi de. Xitay'dan da atkan buruk zaman Uygurlar erkek kırgınçlık kırgan bizge edip. Raz kalkanlar devrede bulanı yoktu tel de kalkan. Şu ne? Hem de bu Xitay'nınki, Muşu David Tay, bu Xitay'nınki degeni nait yakşı. 1700 yıllar bir peyda olan millet degenler yok kılığı tuttu. Kampıdakilerle işim okumaydı. Dini aşkın, terörçü degenler yok. Tokla kıtlattı. Nemi geldiğinde bunun hulası biz tarihi kısası ilavatımızı ekip verdik. Maşallah deyiş gerek. Az onu Uygurçı, onu. Bırak 34, 44'lik kelimesi ekip yaptı. Yalgança hain koyular. Bu taşkı dünya bu diye diplomat. Jongo Xitay'ınki, Jongo'nunki. Bu Çinlilerin devletlik bir diplomatı. Hem de abim Geyni Efendim dep geldi, dep gitti. Bu demokrati olan için, asli demokrati süpertte gap koşup, Kaylakin özlük canıp kılırgan, başka millet özlük canıp kılırgan bir gap kalan olsa bulattı. Ağzı bu Hasan gelen bu intikam milletimiz yapmak onu söyledi. Nem çıktı. Toplarda nem çıktı. Benim bir şey var bir kere ve Allah'la Xitay özden tılıkını Allah'la. Hakikatini okumay. Şunu ona cimikti bu bizim millet. Hoş hem de avyamakı kelsek bana hoşundak yalgancı Xitayla o itip onu ma gene yapılan da bize ketip şehirlerden kulağın iyisi varın. Bu hem ulaşkını okuyup kalsa kol granat ne? Hatta aslı teşvik gerekli miken. Xitay'daki davet kılım Zamaski degeni berip ayaktan kaleci çıkıp ayakta Zamaski berip bu sırlıgıça şun çıkıp nurgun pul kaşat bununla. Muhatlığı bekçidu. Ama muhatlığı özü söylenmeydik yani. Bir yerden aldı ortalda var mı o ne? Hazır Amerika'daki avyanmatkisi Leolin kriketti. Jilin kriketti. Yani ki Orus 2 milyon 300 bin 2 milyon 340 bin askerini ya 2 milyon 324 bin askerini şu Dominik'teki zapas koyup yaptı. Ama dünya uyruk kurultuyu olsun, Azya radyo olsun, bu olsun, Dok TV'si olsun, bunlar demeydi bunlar. Demeyken pul vergenler demeydi. Biz bunu hakikatlan şöyle YouTube'daki Xitay'la da anlatırız. Öyle kama medyada Xitay'daki namı bekçiyorum. Ama bolap Uygur'un ağzında Xitay bekçiyor. Atomu var, burası var. Ama Xitay'dan şu Xitay'dan Allah. Soçi bulan çuketi değildi o.
saqchilar bulanchib ketdi. Endi turmada komplet qilib deydikken, kim-kimning puli var, qanday hammasi tizimga kelib, akşamısı hücum qildi ekan. Katta bulanchilik tushibdi. Qarindoshlar. Endi bu tashqi dunyodagi Xitoylarning gapi. Nimaga degan chaqda mana bu Xitoyning hammasi burun 2017-2016 tartib chiqib ketgan Xitoylar. Hozir o'ziniki kommunist qarshi so'zni tortdi. Keyin bu shu G'eni efendim degandek Dolqunbaydan Uchi, Buchi, Rüşen Abbas, Ömer Qanat, Nuri Türkiye, Uchi bu muşan hammasi qanday qildi deganda qip qiz tömini qizitib shundoq yaqqan ekan voy bo'la degan qanda qulog'on oyoqdan Vatikan, oyoqdan kommunistlar, bu begönül bulan. Boşluğa mı keldi? Aa, Trump'daki bultok gibi unutkamam arkadaşlar. Ben 2019'daki teknik jastığı tazlap olan için komünist birleşip işlevatkan tazlayman degan bir gap var. 8. ay çıktı Trump'ın. He. Endi bu ağabey gapninki kanıtı nime gap desanlar demokratiklarning degan gap kanıtı. Bu Xitoyni parchalab 15 kun, 20 kun parchalab parchadan davasa Mao ablaqlar demokratiklar bilishib, vatan millat tuzat Ahmad Botlokka so'z tutdi. Voy o zemin tutganligini demokratik bo'lsa, o bir vaqt bir yo'lda Amerika kommunist qo'yib ketgan momanda, Bag'razda bu Xitoyni parchalayman, Tibetiston, Uyg'uriya, Mong'oliya, Akitan, Manju, Jo'g'arlar qaytib keldi. Kommunist Xitoylar parchalanib, bu Xitoy bo'lansa, adamlar cho'ng imperiya olsa, 4 kitobda 4 bo'lindi. Ya'ni yo'qolib ketgan ayada 7 millat var. Qetpiqlar necha oldu? 13 oldu. 11 olanda 11 oldu. Endi bu padişahlık imperiya inmadi qurgan Aşiyada. Aşı imperiya qurganlar. Ular kim o? 12 oldu. Endi Hong Kong bilan ma tarafda ekinlar. Ekensanlar bir imperiya bo'lgan. 13. Xo'sh. Şunun bilan iliqin Miaozu, Peizu deganlar bor. Anikin nemiti Uyg'urcha Xitoycha ismda nima Koreyancha ismda bir millat var. Bu oldikayni sansak 17-ga tarix bo'yicha sansaqa yo'qolib ketgan millatlarni. Mushlarni hammasi chiqsa Xitoy nechik bo'lar ekan? Jongo patman Xitoylar yana patadi. Bo'linib patadi, yana patadi. Masalan, Shanxay ichki bo'linib ketsa, yo'lni u yoqqa boshqa imperiya, cho'ng yo'lni bu yoqqa boshqa imperiya bo'ladi ekan. Aziz qarindoshlar. Mao bir yer xabar. Shanxay, Shanxi sherini tortib Uyg'uriya. Bularniki ikki dunyo urushidagi bir xaritasi bor ekan. Faqat o'ylab bakmagan. Mana endi marhamat Mao nimada yana bir nimada Mo'shu Turkiston masalasini referans o'tkazib, Turkiston deganlarga biz talashmaymiz, nima qilmaymiz. Bu xatarlik. Bu xatarlik nima degan chaqda bu boy bir davlat bo'lsa 18 millat nishaqdan nerede Amerika'nın gapini anlamaydı, Avrupa'daki anlamaydı, qalamqanchilik, bu qalamqanchilik en çok teröristlerin Vatikan'daki kendigi hem jüdiki olup çıkıdı ekanda bu Türkistan. Mana. Hem dedik ki
Umayman amdelik imperiya kuramdiken bula Uygur'u yok tutip vay Türkistan dep. Bağırazak dedim, ey taşkı dünya bunu ne kılmaydı Uygur'da üç kettim. Ma 4 kettim. Ma Şivisiyamı erkek kırgınçılıkka ne mi kılımız? Dep ma Şivisiyamı kele oldu da. Uygur erkek kırgınçılık buladı dedi. Hazır aldı kendi 9 oldu bu erkek kırgınçılık. 9 devlet kubul oldu. Japon 40 tane komünist yoktu cevabı. O demiş ki iyi kızı demedi. İyi kız demiş ki demedi. Ağzımızı çıkarsak oğlumuz çıkışımız gerek dedik ki Amerika unamak da bulutmuş 13 günlerdeki türetimi Amerikalılar bu Trump bilen Japonya'daki prezidentimi kırgançakta erkeği kırgançakta biz iyi kızımızı çıkarsak oğlumuz çıkışımız gerek diyendeki Trump unamak da. Mane tekeme gıynepen bilmeydi. Gıynepen bilmeydi bunu. Bana ağzım çıkardı da. Şunun için bana yak Türkistan çıkırdaşlar bekme ağırıp kettinler. Önce taktınlar, kayga saklıksa Japon'da bir yerde enlikine işkizletçime olup gitti, piçişine ola. İşkizletçime olup gitti. Türkistan müstakil diyen. Hemmesi ekirgelerin isim var. Bu isim demeyeyim mi? Aşkarlar. Enniki mağlulikle Mevlana Yasin'inki nemi kırallarını bularınki bu hocamlarınki korkudan bir yumur attı ya, bir tutumdan yumuru. İşte Kaşgarlık nemi canıplık birisi atışlık, birisi Kaşgarlık olcunluk korkalsa sevdik kaçımızda toktap kılıp aldı da her bir vakit kendi bir bukşiyi tuttu. Bunlar degende buka kendine kivadı da ayak diye her bir var. Adaş kaçınan dese adaş akımız kaçmayımız aldığımız yer bir var kendimiz buk kivadı da pişkodan kep kagan dek ama silahımı kep kaldırırlar degende. Gemdaşlar. Yani neyse gınepen ruhsat kısın emdi bu Filistin'deki işi. Bu Filistin işini bizden Uygur millet belki dua kıp ketmeler kimdaşlar. Belki dua kıp ketmeler. Bunun da nene geldiğinde bütün narsa ılık, bütün hareket diyen fayda Allah'tan. Varlık, yokluk Allah'tan. Yaxşılık, yamanlık Allah'tan. Çünkü Allah yarattın yanlış üzandın dese biz bu yaman çoğu dünyanı kişilikte aldık. İnsanlar. Bu bağ dünyanı, yüzümüzdeki bağ dünyanı vatan. Alo. Hamma. Ya. Okay. Da qualquer niya. Okay. 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 Ciao. Şunu olan kimdaşlar bana nimeden telefon kutlar. Hükümet. Bu nimega desenler çünkü Allah asmandan taş yığıcı vermeydi cazalaymandan. İnsan bilen düşman buludu. Çünkü bizdeki kampıga soylavatkan çapılış gitmağın ne biz yüzümüz hep ekeldik. Bu cazanı yüzümüz ekeldik. Nemi ekeldik? Yenimizki hain, uyurtuldu kafir, nevratlardan erişip kettik, kollap kettik. Azıkmış davadımız şu, başlıklı var Allah. Bu Filistin'in bayrağı, konu zamanlarda
15 bin Türk askerini Polşa yok kılıvetken Vatikan'ınki muşu namarşta ilk sen kütegen bayrağı Falastin devlet demiş ki konuk kaldı. Devlet emez Falastin diyemez zemin demiş ki Araplarınki Vatikanlarınki devlet kaldı. Hazır bu çoğunu kitap boyunca bu Vatikan'ınki imperyas konulup kalsa Araplar yokamaydı, Uygur yokaydı. Birincisi Uygur yokaydı. Yani ki İslam degen din yokaydı. Araplar kurulurdu. Ular ötemeydi. Çünkü başlım ta ahir geçe bu Araplar muşu Nemrutlar şunda payda kılan. Kimce payda kılan. Ve birinci Uygurlar yokaydı. Mesela Vatikan'ın imperiyası konulup kalsa. Şunun için bu Yahudini tallap ketmekler. Yahudiler Uygurlarınki tarihi kanvası okşaş. Sahte Yahudiler ağzı Palestin bayrağını beşi gelip Yahudi'nin bayrağını destek oldu. Toplam takip koyuyorlar biz Allah. Manamda işçiden çıkıyordu. Bizim işimizin madem Dolkuna eserdik, Ömer Kanat'tak, Nuri Türkel'dik, Musa Kılga ağzımız yaktı geller çıktı mı? Mani ben biz panaklarızdır. Ahmet Kotkota Mancun sözünü tanıdık mı bula? Bilirim. Bunu muştama okşaş. İsrail'deki Yahudi'nin içinde hakik Yahudi ağzı konuş kayırlık vardı. Bu Palestin ne çıkının işte kıldı, onu kıldı, bunu kıldı da aşağı söyleyip kettik o biz dua kılan. Uygurlar yok alsın da 3 kıtım inza ettiripti. 3 kıtım. Mısır nurgun Uygurlarını tabi hayırla yaşattı. O okuşuk çıkan, ticaret çıkanlarına hemen tutturuptu. Bu Mısır'ınkini ki hatta neymiş şu ayına kağalığa demek bana. Çünkü bu Arap devletlerindeki köpünsü İngiliz bilen. Bu Vatikan kutlayan devletler, ruhsat bilen, korktan bilen. Ulanın kollayışını kim bu İsrail bisip bulanı imza atkızgan. Bu Vatikan bilen Amerika neymiş için muşlar ilişti? 3035 yılının aldıdaki bizden padişahımız bulanın mumliyeti köydürüp etken şu tarihi kısas. Baykı demokratik Xitay'ınki aynı zaman çoğu zamanlarda aynı vakti mı bular bizi erkek kırgın degenlik sebebi muşu. Bu Vatikan muşu esli tutulan Xitay'a. Esli tutulan. Şunun için kıyımdaşlar bu siyaset, tarih, Allah'ın sözü hemisi buraya ekesanlar bu top doğru anazlı kılalayısılar. Bu tarihlerini bilmey, bu azıklı siyasi, bu dünya siyasi muşu vaziyetli buraya ekemey, Allah'ın sözüyle için buraya ekemey, sen ağzından yeşim çıkaranmaysın. Yazgan şiren, okugan koşak, vay mustakil degenen o fakattın nefes o. Kırnaşlar, nefes. 2019 Vatikan'ın imperiyası aşağıda kurulduğanlığını 2019 da bitip ketken. Aşında bitip kettik. Yani ki Reyni efendim şikeyle muşu taşkı dünyadaki halkara bankın sözüldük, Vatikan sözüldük, onu dedik, bunu dedik. Böyle katnaşkanlar, nemi kıkallar, nem dedi, ben ayrı çıkan vaxtlarda mademler daha silge okşaydı. Madem işçi var okşaydı. İşime geldi, kitse arakçı vatkalı pulcıkıp, Orta Asya'daki pulcıkıp, o Tayvan Xitay bilen, demokratikler arakçı vatkalı pulcıkıp vatkalı adam var. Felakın pulunu kaçar vatkalı. Ben Joe Biden'ı köleştim. İmgali Xatazım diğerleri söylep yapalım. Biz onlar hiç kimi köleşmedik. Biz fakat Allah nes kısa Allah'ınki en ahirki muşu Resul senin ümmetinin iştifaklaşkanda hakikatini sözlegende yüzlük kızalaydı o degen. Muşunun kadar işlemem ben. Allah'ın sözü bu.
biz ittifaqlaşmadık. Birleşeylerde 3 yıl ayağı vakıra bak kanayla meyi tutakılık buna güneşleri battı. Çeker tamakın dolurumu çık etti ağzımızı. Vakıra çakırıp. Bu insanlar bu adamın ağzına okugan bilimini karamanlar. Tasdımını yalısı tapagan karamanlar. O öyle ki lakamga yanmadı emisi karamanlar. İnsanlar işe çıkıyotgan, köyüyotgan ot. İşçini bir ot çıkkan bolsa, yavuz köyden yaş akkan bolsa, işçiniki bir ot üçün çıkıdı o yaş. He? İşçini çıkkan şunçaki nefret, şunçaki sada, köyüge, vatan millet, mana vatan milletni, mana muşunda davani muşunda patlıkıdan çıkın çoğalıktan, Kudayımızsa, mana hazır bütün dünyada Uygur müstakillik. Bir toplam, maşallah deyimiz ona. Meyleki, muşununki işlettin. 2017 bizden o Uygur'unki nemisi ben nemi kılmam. 2018'i karşılanlar, YouTube'um karanlar, Facebook karanlar, meni gibim tas, nemi kıpeklanlar arkadaşlar. Belki tağdımlarını sözleyemem. Ama dezmezsin iş gerek. Yasaç gerek. Ablaca Leynaman'da yasap çıkırıp, bana diken sözlüğünü olur. Bunun için aziz arkadaşlar, bunun da öyle ki fakat bizden sizlerden nevret çevrenler hürlük, müstakillik. Ben bu ölüme, sen bu ölürsen, ahinin bu hocam ölüdü. Bunun da. Fakat irademiz, arzu armalarımız Allah'ın emin olsun. Yeter ki Allah'ın emin olsun. Ne kılmışsa senin muşu kılıvatının yaman niyetin Allah nasip kılan da galak okisa diyen Allah. Bu şerden kaçın diyen. Sizler yoqab ketsa qaçsizlar. O'tishdimi, qechib ketgan Tayvanga, Xitoyga, Turkiyaga, Pokistonga savdo qilgan, Sovetga qechib ketgan 44-yil shu. Qash seni ortib bo'lgan shu. Budami sizlar mo'sh yashagan tashqi dunyo kelib qolsizlar. Qachiqaylar qaya, hech kim ko'milsinsan, u dunyo var shu, boshqa yer. Meni gapim tugadi. Rahmat. Qardoshlar, bu yerda Falastinning gapi chiqib qoldi. Bu to'g'riliq mazroq so'zlaydi. Falastin bilan bu Isroilniki ishlari qarsak, doim xalqlar urush jidalining ichida yurgandek bir xil holatni bizga ko'z tutib turdi. Amaliyot qanday desa, bular tesh bo'lib qolsalar, bu Vatikanga ishlaydigan partiyalar qanday qildi desa, Falastinliklarning birasining oila bo'yicha hammasini qirib yutdi. 2 kun o'tsalar, Yahudlarni qilgan ishini ko'rib, mallarning achchig'i kelibdi, mani o'tiribdi dedi, yana bir xabarni chiqardi. Yahudlarning bir oylik odamni qirib yutdi. Shuning bilan bu so'zlar bir yil o'ynaydi buni o'yinni. Bir çağda vay salavat, Xudo hammani bilgich Xudo kechirsin, Xudo kechirdi, jazolasam Xudo jazolaydi deb hammani amdi mijdaqli bostirib qo'ysa, mala yana bir jidal terdi. Shuning bilan bu partiya ichidagi jidal xuddi Yahudlar bilan Falastinliklarningki kecham kunduz bir-birini qaslashib yurgandek bir vaziyatni bizga ko'z tutdi yasab. Bu hammasi yolg'on. Mushu necha kun yoqi atgan raketani sonini biz ochiq bilmaymiz. Taxminan hozir hisoblasa 1800 ni atdi deydi raketani. Endi o'ylayli, Falastinda bir nomrod davlat 1800 raketani atqil turib ketsa, bu nereden kelgan iqtisod? Neredeki iskilatlar bularni şu 100 yıl burunqi raketalarni bular neler saqıldı hazırgıça. Endi mushuni azroq o'ylab baqayli. Mushundaq namrat turgan bir davlat, Isroiliyadek bir kuchli davlatga mushundaq to'xtamay raketani bombani atsa, ular qandaqda qabul turdi? Aşı
raketaga qarshi atrofdan oyoqdan mudofaa qiladigan narsani etib o'tiramda. Yo'q, unda qilmaydi. Ular Vatikandan qo'rqmaydigan aning ichida bor. Yahudlarning ichida. Vatikan ishlaydiganim bor. Hozir ma kichik mavud Dolqin Baydindek ma Roshan Piloslardek mandaq ma kichik bu sho'rkalar navat kamida oladigan cho'ng ishni bitirib qo'ydi armiyalar. Yahudlarning ichidagi mush Vatikan ishlaydigan nurg'unisini hozir tozalab bo'ldi. Şuna hazır İsrail'e Palestin'nin içindeki Vatikan işleydiğini ula Amerika'yla bir izdevatıdı hazır. Şuna halkını hiç kim kırmıdı bir yerde. Mala medyaga halkının kırılıp ketkenligini, neçimin adamlarının partlaştı ölgenligini köysüvatıdı. Ameliyatı kançılık bu enik emas. Bu bomba düşüşten ilgili degan xabar berdikan, telefonda mı xabar berdikan, radioda mı xabar berdikan. Shundoq bo'lgandek odamlar qochidi. Qochsa ozla odam o'ladi degan gap. Media tarqalayotgan nurg'a odam o'libdi degan bu yolg'on. Hatto ayada ikki odamning suhbatini mu mediaga chiqaribdi-ki. İsrailning harbiy amaldori Palestindagi bir aholining uyiga telefon qildi. Sen yiroq ketgan uydagi nimalarga biz hozir xabar qilamiz deb atrofdagilarga telefon qilib ketkizib yutibdi, bomba tashlaymiz deb. Andan keyin portlatmoqchi bo'lgan binoning ichidagilarga telefon qilib, "Bu yerdan chekinsanglar bo'lmasa portlab yo'qaysizlar" debdi. Aniq deb qo'yib turib qilayotgan gap hozir nima desa, bu yerda o'zaro ikki davlat bir-biriga dushman bo'lib urushayotgan emas, Vatikanga ishlayotgan xoinlar tozalayotgan urush bu. 1800 raketan atdi deganga 100 yil burungi iskilotlarda yetib qolgan shu raketalarni bekadan so'g'ib qiladi, jidal o'ynaydiganlar malaga. Bumuz Falastin nereden topadi uni? Alaydisi unchalik jiqnasini oladigan pulim yo'q ularniki. Demak, bu ikkisi tarixdan buyon dushman emas. Mümkün emas. Men demoqchi bo'lgan gap bu urushning masalasi emas. Bu Falastin, İsrailya bular dushman emas. Mashlar dushman qilib ko'stib o'ynaydi. Xuddi Dünya Uyg'ur qurultiyi Rabia Qodir bilan ba'zi so'qishib, ba'zi Roshan Abbosga so'qishib, o'yin chiqarib vaqtni olgandek, o'xshash ishni qildi, bir qilibdi, bular taraqqiy qilmaydi. Hozirmi ashning aldinib yurgan qarindoshlar bor. Yaxshi o'ylayli. Bu o'yinlik qilib o'ynaydi bular. Nimishqa o'yindan chiqolmaydi? Xitoyning pulini olgandan keyin Xitoyning sanamiga o'ynaydi. Vatikanning pulini olib qo'ygandan keyin Vatikanning sizig'idan chiqmay mangidi. Moshundaqli ish bu. Amerika Demokratchilar partiyasining tumir haykal mukofotini oldi. Datlashsimi qo'ynaqsab yurimiz bo'lmaydi. Moshunda amal yo'q. Falastin to'g'riliq mushunchalik. Endi mana yaqinda burun medialar to'l deb ketgan bu virus to'g'riliq narsa hozir kuchayib ketdi. Bu nima deganda burun medialarda ve bir necha davlatlar takrar degan bo'lsa, hozir har qaysi davlatning siyosatchilari deyotdi buni. Bu virusning o'zini Jungo hukumati qo'yib berdi, tarqatdi deb. Bizga hozir yangilik bilinmadi bu. Nima uchun? Burun mediada jiq so'zlanib ketdi-da. Amaliyotda eng yangi uchur qatorida ko'rsak bo'ldi, ansak bo'ldi bularni. Buni resmi siyosatchilar hukumatniki boshliqlari deyotdi. %100 Jungo qildi dedi. Bu qildi bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Burun insoniyatning dushmani deganni bir hujjatlashtirib qo'yib tashlab qo'ygan bo'lsa, endi mani deganning o'zi isbotni o'tirib qo'yib qo'ydi degan gap. Isbotim to'liq, hujjatim to'liq. Buni hamini yo'qtidi degan gap. Mushundaq jidal majralarla tugab ketadi deb ma beshini qaydirib so'zlab yurgan medialar borki, diqqat qilaylik qarindoshlar.
bu jidal bilan tugaydigan ish bo'lsa, bu isbotlarni o'tirg'a qo'yib, davlat arboblarga degizmaydi. Siyosatchilarga degizmay, mediada peqirib tugaydi bu. Hozir buni qonunlashtirish uchun har qaysi davlatniki, hatto dindorlarimiz so'ziladi. Rost qildi mushuni. Mushun tarqitishning o'zi Jungo virusi yoki Xitoy virusini tarqitishning o'zi bu bir urush. İnsaniyatga qarshi urush. Andan bu urushning ichidagi biyokimiyalik urushining boshlanganligini bu har qaysi shu hukumat arboblari mishada uchiq o'tirib qo'yib turibdi. Faqat virus tarqalib ketdi degan emas, virusni tarqatdi. Biyokimiyalik qural ishlatib insonlarni o'tdamoqchi degan narsani chiqaryapti. Bunun ispat süpütüde en dehşet oğunu yaqında mana Hindistan'da hazırkının bu yenisi tarqılıptı. Nemesi bir taqatması tarqıldığın nesi emez. Şundak bu. Mesela zukam buğan biresini davalap sakat kılıbımız aşı adamlarının özünü bir yer soğulap koysa başka adamlar yuxmaydı o. Hindistan'da mı? Nurgun gumallık diyenlerini soğulap koysam yuxu etipti yani. Nime? Virusning o'zini ekib purkab chachadigan gap bular. Men bu rasmni chiqarib qo'ydim. Burun viruslarni taraqqiy qilmagan vaqtida Mavzuning nim degan desa, har xil bahona sabab bilan ochliqdan o'ttiribman deb bu Vatikanninki gapini anglab men mushundaq ishni qilaman degan bo'lsa, hozir Xi Jinping Vatikanning gapini anglab bütün dünyanı zehirlep ötürümen degan tashabbusni o'tirg'i chiqadi. Endi Vatikanning yo'liga mang'inimi, Vatikanning o'zimi, Vatikanning shogirdi bo'lgan Xi Jinping yoki Jungo hukumatiniki qizil kommunistga ergashib ketib qolgan, ashlarning pulini olib ketib qolgan dunyo uyoq quriltiymi, Ro'sha Abboslarmi hammasi o'xshashda mushlavlar bir yo'lda bo'lganligi uchun birdan to'xu dantagandek ya istihbarat tarafidan, ya Amerika tarafidan, ya Amerika bilan birga ish bijirdigan hukumatlar tarafidan hammasi tozalab mangdi. Cho'ngroq boshliqlar Guantanamoga berib, Bayden aksiyalar ko'rishida ishada. Kichikroq boshliqlarni iyalak appamayla darg'a ism tugdi da poplan 9'ın darg'a asqandek. Mening virus to'g'riliq so'zlaydigan mushunchilik Ermamad efendim to'liqlaydiganim bormikin? Beraman. Endi bu bu virusni vaksini hammamiz yasaymiz, olamiz, Xitoynikini olganlar o'lib ketib, oldikayni bir oy yetmaydi vaksina bo'lganlar, vaksinni Xitoynikini olamiz, yasaymiz, o'z yasab ekan. Endi bu vaksiniki nima kelganida ham bular dediki vaksina yasamayli. Şu virüs çıkan yoktu değil depti. Demek nime? Ama Xitoydagi nurg'un vaksina var ki, virüs var ki. Onun işkineki üçüncü sarkılıp oldu. Hem onun da küçükmesi varken ötülüp bunda su kildiğen, kan çıkırgan, zehirlik, kuşluk. Hem bunun da bu vaksina yasamdı, bunun da yoktu kılıçeli depti. Hem bunu özler Xitoyda vardı. Bu Xitoy Amerika'daki falanca emelde falanca vaksina yasagan minister aşağı dedi, Fokoş deyip İngilizce isimledi davadı. Kendişler. Meneki hazırlan gipin ağlanıki davat kılını yetkizip koydum. Hem şu Amerika'dakiler İngilizce kurgallar, Xitoyca kurgallar görüp olgansızlar. Onu bu rastlı. Çünkü Xitoyni açtım. Ayşe'ni yok külüp bir teyli degenge. Bu olsa bu çıkıyor her onu işlep çıksa bunu kırımdaşlar 1624 yılı abi tarihte Kore'deki mi padişah zehirleşirken
muş tanla, muş Xitaylar şuyum. Aşağıda zehirlen yasak, ağlanınki balını göle giyiyle mani şikez, doktora mani be mani yiyez. Öyle ki nereye remişim yok remişim. Hmm. Remişim elimiz böyle ki bu da bir yetide çıkılandır. Adem giya deydi Uyg'urcha. Bunu çılap çay içtiler. Hani aşağıdan zehir. Buğularımız bunu moşu tarihten tartıp bulanıki aşağı kalıdı. Moş Şanghay'daki moşedeki beytendi mu böyle neyim bakken yok. Bu Japonlarınki endi bu ilki uruş mezgilde şu Japonlar çoğun generalga moş çayının kısa uzun ömür yaşaydı kaldı. Bu ne içkim demeydiken bu Xitay'ın tarihinde varken o çayını ekelse Haridimde çalakka tükütken. Tüküvetkendikin diki bir parça kağıt kislota tükürgende pişcik tükütken. Şimdi şişke misal üretken yok. Xitay yüzde var. Adam hakkılı koğaş için manda tüküvetken çayında. Güp bir hitbaksını üretken yok. Moşunda Xitayla bu. Gendaşlar. Sizler biz bilmegenden nurgun isim sap da hakkılıklarını öldürdü bunu. Endi ma hakkı sizler için ma ben de bile sizler hakkı sizlerde Tayvan'a taktı yok. 42. Tayvan ne bakıldı? 43. 43 hainli kömür kazak karpez yasap beniz için söndürüp verken sen öz milletten öz vatan sattın kim bizi sattı sende? Hainler. Boğdaşlardı. O zozontan vaktideki erkek abdikindeki dadalı ataların olan için o kanatların nimlerdeki buğuları uğula zozontan vaktideki açlıklı ketken ilak bir çoğuklar elleyle bana bizi ziyan koydular. Bu da bize neçe milyon elleyle kişi balığımıza eketti. Kiler ki bizimki günümüz nem buludu. Aşağıda kart bizge hem sıladık. Bu işte nem kılınmay 60 kilo Xitayla koluğa işte. Kaç kapı olken o Uygurların kolu tutup kalmamış Xitayla. Neyse oluşunda. Bana bu da ki Ladak'taki Xitaylı'nın kitsi kampını hele çıdımda muzur etmeyi o adamın ekti 65 bin Uygur asker tutmadı. Bana aldık kelimem bu. Takip edin bu Uygur askerlerini. Xitayla git art ne? Tamam. Hani? Hocam. Soran var. Pakistan, Afganistan, Suriye ortalarında 8300 yalgan Xitay terbiye etken Taliban'la varken. O cihatte bas düşmanı yok, ülevatkan şehit ketti. Açlarken değil mi? Bunu mu bilip optular? Afganistan'da hakiki Allah'a kayıt kelgen üç insan Uygurlarına aşırı işte casus hainlerine aşırı yalan aşırı mücahitlerini seçti. Bunu başka Xitayla davadım. Seçti tuttu. Moğolistan'dan İslam'ı, Şincan'daki İslam dinini merçten çık yok tutup Allah'ın koluna vardı da sözde vardı. Kırmışlar. Bunun için kimge gitsen sen padişahını, reisini, başkanı bişin kalma. Ananı, dadanı bişin kal, balanı bişin kal. Ama korktan seninki işbekmunu sakıran, sen eskatta korktan olsa bişin kal. Ama ayal kişmiş yok. Ama yat adamını bişin alma. Çünkü yat adamınki tarihi meselesi Uygur emez, senin milletimiz emez. Məqsəd başqa çıxır. Qiyamət Kroz malzəmədi yox. Qiyamət Kroz. Qiyamət Kroz qandaq olurdu. Abi bir şeyimiz gün gel bizimki. Sen, ben vətənim üçün, ben mi üley, benim əkər, adalış günüge aşıq qiyamət Krozlaşır. Çünkü sen mi ölme, ben mi üley, sen yaxşılıq, mən mi xıpaqay.
dep sen bile bir sərdaş olan birinci ibadet bu Allah'ın sözü. Yıkıntı bile öyle yapmış. Endi mavu vaksin to'g'riliq azroq desam, mavu vaksinni nurg'un shirkatlar yasabdi. Buning ichida boshqa shirkatlar qancha pul ketgan to'g'riliq demabdi. Faqat bir shirkatning oshkorlabdi. Vaksinaga hozir sağan mablag'i 100 million dollarga. Bir qatim ishlab chiqaribdi. Uning foydasi bo'pti, lekin endi unumini ko'rayotgan vaqtda bu virus yangi tipdagi yana birisiga almashibdi. Shuning bilan bu kona tipdikisimi, yangi tipdikisimi hech qaysi vaksina yasamaydiganligini e'lon qilibdi bular. Bu reseptni o'zlari kashf qilibdiki, reseptni haqsiz berimiz vaksina yasaydigan zavodlarga aldiganlar tizimitinglar debdi. Endi nima uchun to'xtab qoldinglar deb muxbirlar so'rasa, bu Xitoy endi birsiga vaksina yassaq yana biriga o'zgarsa biz har bir o'zgarsa 100 million dollar, 100 million dollar mablag' sog'iltirsak, bu yerda biz kasal davolaymizmi yoki qizil kommunistningki qilgan ishiga mablag' sep yordamchi bo'lamizmi deb ma'nosini so'zlabdi. Bir hisobda bunday o'ylasak to'g'ri. Uningga taqobil turish bu yoq tursin, agish meni degan gap bo'ldi bu. To'xtamay vaksina yasash. 120 xilga hozir xalqning aniqligini. Aşı Jungo hukumatining qo'lida 120 xil borki. Bu shuni har xil o'zgartib olganki. Bu shu bir xil virusni. Ashunda avvalgi vaksina yasayman desa 120 xil vaksina yasab 2-3 yil sinov qilish kerak-da uni. Uçakçı kim bak kim yok degandek tadqiqotchilar o'lib tugaydi vaqtchan. Demak, bu yerda shundoq siyosatchilarning kallasini daral shu keldi. Buni yasab, davolab, avar bo'g'icha jungon tuzlab yasakli bo'lmamdi deganni hammasi o'ylaydi. Bir ikki odam o'ylaydi, 10 necha odam o'ylaydi, shundoq jixlagan sir oxiri bir yakib hammasi qo'zg'ilibla qiladi bu ishni. Hem de vakıya tuşup kaptı arkadaşlar. Bu virüs doğruluk hazır doğruladı olsun, meyli medyalarda olsun, ama o siyasetçilerin nemi devatkanını çıkarıvadıdı. Bunu vaktanla bulsa bir vasıta aşın körünler arkadaşlar. O elan senet programısı okşaş, şu medyada burun targın konusun emez, ama yenisinin içindeki her qaysı devletlerinin çoğ rehberlerinin, siyasi yollarının diyen gibini görüp aşın takatsanlar buldu. Bu Jungo hükümetini cezalaydıganqa ispatını ki köplep yıkılavatkanlığını bildirilgan bir uçur de bu. Hem de yeni birisi ma bu Dolqin Eysan'ınki sözlegen nemlerdim qarsak mı Xitay debla aptı bu. Mandaq bir narsalarni o'mlaqman qilib yo'tkatmanlar qarindoshlar. Odatda deganda Xitoy desak bo'lgan bilan mediada yoki yozmaliq, rasmiy siyosiy tusini olgan bir narsalar so'zlaganda Xitoy debla o'mlaqman qilib da'voning egisini yo'q qilsak bo'lmaydi. Bizning qilayotgan da'voniki nishoni nada desanglar Jungo hukumati degan yerda u. Xitoyda bütün dünyada Xitoyga chaşmaymiz buni. Agar ertagin Tayvanning u o'ringa chiqib qolsa, huquqni tatib olsa nima bo'ldi desa, demokratchi Jungo bo'ldi Tayvan degan. Hozirgi Jungo kuchli kelib Tayvanni yutib olsa, kommunist Jungo bo'ldi u. Yanil Jungo degan ismli bor edi. Shuning uchun Jungo hukumati degan narsani biz qochirib etmaymiz, qo'g'laymiz buni. Xitoy desek Singapurdami g'ishli Xitoy, Shangongdami g'ishli Xitoy, hammasiga eslib yurmizmi biz? Ma siyosatning ichida hukumatning ismini to'liq atanglar qarindoshlar. Bu Xitoyning depincha olgandek ish bu siyosiy narsalarning ichiga ashini kirgizish. Xitoy deb tugadigan gaplar bo'lmaydi.
odat so'zlaganda desak bo'ladi, hammasi tushundi. Lekin siyosat ustuna olgan maydonda hamma odam anglaydi uni. Chet ellik anglaydi. Uyg'urcha bildigan odam samandek. Uyg'urning ishini bir taraf qilmaymiz deb bütün istihbaratning odamlariga Uyg'urchani o'rgatgan bola. Shu hammani bilib turdi. Falan desil abi Kanadadagi Mehmet Toq degan sarangdagi isbot yo'q deb. İsbatning qandaqligini deb berasizlarga. Sizlar qarlasanglarmi, oqlasanglarmi, u degan bir tiyin sizlarning irodanglarni sinash uchun saqlab turdi boshqa davlatlar. Ular sunniy amara orqali qanchalik darajada ko'rdi desanglar, olam bo'shliqida turib, yer sharida o'rindiqning ustida o'tdaga odamning qo'lidagi gazetni o'qib beralaydi u. Maxsus xabargim chiqarganda uni. O'tiga 10 yil burungi xabar, hozir qanchalik darajada u chiqib ketdi. Üstün to'sib esimi uni tishib ko'rdigan narsani chiqadimi? Rentgenga o'xshash. Birnim degilamaydi uni. Kamplarning ichidagi narsani Jungoliklarning o'zini yaxshi biladi, istixborotdagilar. Maya turibdi isbot yo'q, yana birini yo'q deb yine Jungo hukumatiniki depiga usul o'ynab meyada voy andaqdi mandaqdi saqalning davositi mechitni chiqyapti, ashlarni qimsil bo'ladi degandek yaga opirib qo'ysa, ash Mehmet To'xtirni darga esitdi ashlar qarab turinglar. Vaqt 2 minut eshib ketdi qarindoshlar. Atogin yana ko'rishamiz. Sizlar bilan o'rtoqlashadigan temalar shundoq ko'p. Endi biraqli so'zlab etsak, bu narsani o'ylanishga to'g'ri keldi, ba'zilarini hazm qilish to'g'ri keldi, ba'zilarini o'rtoqlash to'g'ri keldi. Shuning uchun 1-2 kun yana vaqt qoldirib, yana mediada qayta yuz ko'rishamiz. Xo'sh qarindoshlar.